Assalomu alaykum barchaga. Hammaga xayrli kun. Hamidullo Tursunboyev SAT Meslek sharigini davom etamiz. Bundan oldin Instagram kanaliga a'zo bo'lishni unutmang va sizlarda ham chiqara olmagan misollar, qiynalayotgan mavzungiz bo'lsa tashlang, birga doskaga olib chiqamiz, ko'ramiz. Orqam turgan misolda demak pauza qilasiz, o'qiysiz, ishlaysiz va birgalikda hozir ko'ramiz. Demak nima deyapti? The ratio of green tiles to blue tiles in a piece of artwork is 5:2. Buni meni o'quvchilarim biladi, onlayn kursdagi oson tarjima qilishdi. Endi men sizlarga tarjima qilib ko'rsatib beraman. The ratio nisbat. Nimaning nisbati? Green tiles to blue tiles. To ga degani. Green tilesning blue tilesga nisbati in a piece of artwork, demak, san'at ishidagi shu green tiles blue tilesga nisbati 5/2 ekan. Kelayim deyman. Green over blue deylik. Green blue'larga nisbati demak 5/2 ga teng bo'lyapti ekan. Shunchaki ma'lumot shu. If there are 16 blue tiles in the piece of artwork, how many green tiles are there? Nima so'rayotgani demak tushunib turibsiz. Agar bizda if zerani o'tganmiz, siz ham bilishingiz kerak. 16 ta blue tiles bo'lsa qancha, how many qancha green tiles bor deyapti. Bu yerda qiladigan ishingiz blue o'rniga 16 qo'yib qo'yish xolos. Hop, green taqsim 16, 5/2, 2 bilan 16 va 8, bizda javob 40.